Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsiga xush kelibsiz. Bugun biz ICT da eng yaxshi savdo uslublaridan biri bo'lgan CRT modeli haqida gaplashamiz va uning barcha nazariyalarini birgalikda o'rganamiz. Siz CRT nazariyasini o'rganish orqali daromadlaringizni maksimal darajada ko'tarishingiz va narxning keyingi harakatini yuqori aniqlik bilan topishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu savdo modeli sizga bozorda qarama-qarshi tomonda bo'lishning o'rniga institutsional yirik ishtirokchilar bilan bir tomonda bo'lishga yordam beradi. Ushbu darsda biz sizga faqatgina nazariyani emas, balki CRT modelini to'liq o'zlashtirishingiz uchun kerak bo'ladigan barcha qoidalarni qadama-qadam tushuntiramiz va real grafik misollarida uni qanday shakllanishini ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, darslikni diqqat bilan tomosha qiling va qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Mavzuni boshlaymiz. Keling, nazariy qismga o'tishdan oldin CRT modeli o'zi nima ekanligini va uni ortidagi psixologiyani o'rganamiz. Xo'sh, CRT o'zi nima? CRT bu Candle Range Theory'ni qisqartirilgan ko'rinishi bo'lib, u o'zbekchada sham diapazon nazariyasi degan ma'noni bildiradi. Demak, nomidan ma'lumki, ushbu model sham tahlili bilan bog'liqdir. Ushbu nazariya asosida quyidagi mantiq yotadi. Grafikda siz ko'rib turgan har qanday sham ma'lum bir diapazonni, ya'ni range holatini ifodalaydi. Boshqacha qilib aytganda, siz katta time frame'da ko'rib turgan bir dona sham kichik time frame'da o'tganingizda bir nechta shamlarni o'z ichiga olgan diapazon hosil qilganini ko'rishingiz mumkin. Ushbu diapazon bozorda narx tomonidan buzib o'tilishi, likvidligi olinishi yoki retest bo'lishi mumkin. Ushbu barcha harakatlar grafikda sham modellari bilan bizga namoyon bo'ladi. Biz bilamizki, har bir shamning maksimum va minimumlari mavjud. Agar biz shu shamni kichik time frame'da ko'radigan bo'lsak, ushbu minimum va maksimumlar orasida narxning range holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Siz allaqachon bozorda 3 ta asosiy bosqich bor ekanligini payqagan bo'lsangiz kerak. Akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya. Narx doimo shu bosqichlar orqali harakatni amalga oshiradi. Narx harakatini to'xtamaydigan va tugamaydigan jarayon sifatida olib qarasak, avvalo u kuchlanish bosqichida bo'ladi, ya'ni bir diapazon ichida yig'ilib harakatlanadi. So'ng esa asosiy harakatdan oldin bozorning yirik ishtirokchilari tomonidan narx manipulyatsiya qilinadi. Bu bozorning qolgan ishtirokchilarini chalg'itish uchun amalga oshiriladi. Manipulyatsiyadan so'ng esa narx o'zining asosiy kuchli harakatini amalga oshiradi. Bu distributsiya bosqichi bo'ladi. Biz ushbu 3 ta bosqichni Power of 3 yoki AMD modeli deb ham ataymiz. Bu modelni bozorning yuragi deb atasak ham bo'ladi. Biz ushbu model haqida bundan oldingi darsimizda ham to'liq ma'lumot berganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, uni ko'rib o'rganib olishingiz kerak. Xo'sh, AMD modelini bildik. Buni yodda saqlagan holda CRT modelini qanday aniqlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Sham modellariga asoslangan ushbu CRT modeli odatda 3 ta ketma-ket kelgan shamlar asosida shakllanadi. Bunda time frame kamida 1 soatlik yoki undan yuqori bo'lishi kerak. Keling, shu ketma-ket shamlar qanday shakllanishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi sham bunda maksimum va minimumlar bilan ma'lum bir diapazonni hosil qilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi sham o'zidan oldingi shamning likvidligini sham soyasi bilan olib tashlashi kerak. Uchinchi sham esa birinchi sham hosil qilgan diapazonni buzib o'tadi. Shu o'rinda bir eslatmani yodda tuting. CRT modeli doim ham ketma-ket kelgan 3 ta sham bilan hosil bo'lavermaydi. U odatda 3 tadan ortiq bo'lgan bir nechta shamlar bilan shakllanishi ham mumkin. Ulardagi farq shundaki, 3 ta sham bilan hosil bo'lgan model odatda qisqa vaqt ichida tezroq ishlab beradi. Lekin model shakllanishidagi mohiyat 3 tadan ko'p sham bo'lganda ham o'zgarmaydi. Misol uchun, ushbu holatga e'tibor qaratsangiz, bunda ham CRT modeli hosil bo'lgan. Birinchi sham range holatini hosil qilgan. Ikkinchi sham esa inbar bo'lib, birinchi sham ichida shakllangan. Nihoyat uchinchi sham soyasi bilan likvidlikni olib tashlagan. So'ng range holati buzib o'tilgan. CRT modelini 1 soatlikdan yuqorida istalgan time frame'larda qo'llasa bo'ladi. Keling, modelni yaxshiroq o'rganish uchun bozorda biz duch kelishimiz mumkin bo'lgan CRT modelining turli ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi modelga e'tibor qaratsak, bu CRT modelining ideal shakllangan holati hisoblanadi.
va u odatda yuqori ehtimollik bilan ishlab beradi. Bunga sabab bunday shakllangan modelda akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya bosqichlari 3 ta sham bilan juda ajoyib shakllangan bo'ladi. Shu sababdan AMD modelni Power of 3, ya'ni 3 ta sham kuchi deb ham atashadi. Shu o'rinda bir tushuncha bermoqchiman. Biz bir nechta atamalarni va modellarning nomlarini ishlatyapmiz. Bu sizni chalg'itmasligi kerak. Siz modelning mohiyatini to'g'ri tushunishingiz kerak. CRT bu nom bilan aytib turganidek sham tahliliga asoslangan model bo'lib, u 3 ta bosqichni o'z ichiga olishi kerak. Ular akkumulyatsiya, manipulyatsiya va distributsiya bosqichlaridir. Demak, CRT modellari va AMD nazariyasi uzviy bog'liqdir. AMD bu umumiy nazariya, bilim hisoblanadi. Undagi mantiq shundaki, narx avval range holatda bo'lishi kerak. So'ng u manipulyatsiya bo'lishi kerak. Undan keyin asosiy bosqichda narx distributsiya bo'lishi kerak. CRT modeli esa shu bilimga asoslangan ma'lum bir shamlar ketma-ketligidir. Ya'ni bunda shamlar AMD nazariyasi asosida shakllanadi. O'ylaymanki sizga tushunarli bo'ldi. Endi CRT modelini boshqa ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu holatda birinchi sham diapazon hosil qilgan. Ikkinchi buqa sham birinchi shamning likvidligini olib tashlagan. So'ng esa narx diapazonni buzib o'tguncha bir nechta shamlar shakllangan. Yana bir bor range shakllangan. Likvidlik sham soyasi bilan olingan. So'ng narx ko'tarilgan va oxir-oqibat range'ni buzib o'tgan. Yana shunga o'xshash holatda range hosil bo'lgan. Biroq range ostidagi likvidlikni olinishi biroz qiyin bo'lgan va bir nechta shamlar shakllangandan so'ng bu sodir bo'lgan. Likvidlik olingandan keyin harakat esa juda kuchli bo'lgan va u range'ni buzib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, CRT modelining shunga o'xshash ko'rinishlari mavjud. Deyarli bir-biriga yaqin ko'rinishlar. Eng muhimi, siz undagi mohiyatni tushunib olishingiz kerak. Endi sifatli CRT modelini aniqlashning qonun-qoidalarini va shartlarini ko'rib chiqamiz. CRT sodda va mexanik model bo'lib, sizning sifatli savdoni amalga oshirishingiz uchun oddiy qadamlarni talab etadi va u sizni ortiqcha nazariyalardan, keraksiz terminlardan xalos etadi. Faqatgina ushbu modelni to'g'ri aniqlash qoidalarini o'rganishingiz kerak. Avvalo CRT modelini siz asosiy kalit zonalardan izlashingiz kerak. Yuqori time frame'da range hosil qilgan sham asosiy kalit zona yaqinida shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, CRT modeli shakllanishining afzal vaqtlari bor. Shu vaqtlarda shakllangan modellarning ishlash ehtimolliligi yuqori bo'ladi. Forex bozorida bu vaqtlar quyidagichadir. O'zbekiston vaqti bilan ular soat kunduzgi 10:00, 14:00 va 18:00lar. Kechki vaqtda esa 22:00, 24:00 va sahar 05:00 vaqtlari CRT uchun eng yaxshi vaqtlar hisoblanadi. Siz shuningdek savdoga kirish vaqtingiz bilan CRT vaqtini ham bilib olishingiz kerak. Misol uchun agar siz range holatini oylik time frame'da aniqlasangiz, savdoga kirishda D1 time frame'dan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar siz CRT ni kunlik grafikda aniqlagan bo'lsangiz, savdoga kirish uchun 1 soatlik time frame'dan foydalanishingiz kerak. Agar siz CRT ni 4 soatlik time frame'da aniqlagan bo'lsangiz, savdoga kirishda 15 minutlik time frame'dan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Biz CRT modelining nazariy qismini o'rganib bo'ldik. Keling endi bularni barchasini birlashtirib, real grafik misollarda bu model qanday aniqlanishini va undan qanday foydalanishimiz kerakligini ko'rib chiqamiz. Ammo mavzuni davom ettirishdan oldin, do'stlar, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Siz ham bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Telegram kanal ssilkasi ushbu video ostida ko'rsatilgan. Yoki Telegramdan Secret Trader 1 deb qidiring. Shuningdek, Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Unda biz siz bilan yanada yaqinroq bo'lamiz. Darslikni ko'rishni davom eting. Oldinda ajoyib savdo g'oyalari mavjud. Agar darslik sizga yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Nasdaqning 4 soatlik grafikiga e'tibor qarating. Narx o'suvchi trend holatida. Amerika sessiyasida ushbu 4 soatlik sham diapazon hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Biz CRT modelini yuqori ehtimollik bilan ishlab berish mumkin bo'lgan vaqtlarni o'rgangan edik. Soat 18:00 va 22:00 oraliqlari bu model uchun juda yaxshi vaqt hisoblanadi. Bizda hozirgi ushbu sham 18:00 da ochilgan va 22:00 da yopilgan. Bu shamning maksimum va minimumlarini belgilab olamiz. Endi kichikroq time frame'ga o'tib,
ushbu 4 soatlik shamni to'liqroq o'rganishimiz va narxning keyingi harakatlarini kuzatishimiz kerak. Biz ushbu diapazonni aniqlab olgan edik. Endi keyingi harakatlarga e'tibor qaratamiz. 15 minutlik time frame'da narx oldin minimumni buzib o'tib, darhol ortga kuchli impuls bilan qaytganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, oxirgi strukturani buzib o'tib, cho'ch hosil bo'lganini aniqlashimiz mumkin. Grafikni chap tomon qismiga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu order blok zonasiga yetib kelib, undan reaksiya olayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Bu bizga yana bir qo'shimcha tasdiq hisoblanadi. Biz darsimiz avvalida aytdikki, CRT modelini grafikni istalgan joydan emas, balki kalit zonalardan va imkon qadar belgilangan maxsus vaqt oraliqlaridan izlashimiz kerakligini aytgan edik. Biz hozirda aniqlagan CRT shamimiz juda yaxshi shakllanmoqda. Bizda kalit zona mavjud. Narx undan reaksiya olmoqda. Vaqtimiz Amerika sessiyasi vaqti. Bu vaqt CRT modeli uchun juda yaxshi vaqt hisoblanadi. Biz bularni inobatga olgan holda narxning keyingi harakati tepaga bo'ladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Biroq biz savdoga qanday kirishimiz kerak? Savdoga kirish ikki xil usulda amalga oshiriladi. Birinchi usul hozirgi holatimizda diapazon ichida yopilgan 15 minutlik time frame'dagi shamning yopilish nuqtasidan, ya'ni ushbu impuls bilan ko'tarilgan shamning yopilgan nuqtasidan. Lekin bu holatda savdoga kirish biroz noqulay hisoblanadi. Negaki bunda bizni risk zonamiz ancha katta bo'ladi va biz stop lossni minimumga joylashtirgan holatda 1-2 nisbatan daromad olishimiz qiyinroq bo'ladi. Ikkinchi savdoga kirish usuli bu cho'ch hosil bo'lishini kutish va hosil bo'lgan FVG va order blok zonalaridan savdoga kirish hisoblanadi. Bu usul ancha qulay, negaki bunda risk zonamiz kichik bo'ladi va cho'ch hosil bo'lganligini hisobga olgan holda bizda yana bitta qo'shimcha tasdiq hosil bo'lgan bo'ladi. Bizni hozirgi holatimizda ikkinchi usul bilan savdoga kirishimiz yaxshidir. Biz ushbu order blok zonamizga savdo bitimini joylashtiramiz. Stop lossni minimumga qo'yamiz. Take profitni esa 2 ga bo'lib joylashtiramiz. Birinchi take profit nuqtamiz CRT shamining 50% zonasi bo'ladi. Negaki ba'zan narx doim ham CRT shamini butunligicha qoplay olmaydi. Ikkinchi take profit nuqtamiz esa CRT shamining maksimumi bo'ladi. Endi narxning harakatini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, narx korreksiya berib, order blok zonamizga tushdi va undan so'ng tepaga yana kuchli harakatni amalga oshirdi. Hashtag grafikda ham narxning qanday harakatlanganini ko'rishimiz mumkin. Model juda chiroyli shakllangan. Oxirgi shamlarga e'tibor qilsak, yana CRT model shakllanayotganini ko'rishimiz mumkin. Oltinning 1 kunlik grafikiga e'tibor qarating. Narx kuchli o'suvchi trendda. Oxirgi ikkita shamga e'tibor qaratsak, u biz o'rgangan CRT modelining ideal shakllanish holatini ayni o'zidir. Birinchi sham diapazon hosil qilgan. Ikkinchi sham esa likvidlikni olib diapazon ichida yopilgan. Biz narxning keyingi harakatini pastga bo'lishini taxmin qilgan holda, kichik time frame'ga o'tib narxning harakatini yaxshiroq kuzatamiz. M30 grafikka e'tibor qaratsak, likvidlikni oluvchi harakat juda kuchli bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Narx oxirgi bozor strukturasini buzib o'tib, cho'ch ham hosil qilgan. Bizda bir nechta order bloklar shakllangan. Lekin bulardan biz faqatgina diapazon ichida shakllangandan foydalanishimiz kerak. Negaki agar narx yana diapazondan chiqib ketsa, CRT modeli buzilgan bo'ladi va u holatda biz savdoga kirmaymiz. Shuning uchun ushbu diapazon ichidagi order blokka savdo bitimini joylashtiramiz va stop lossni ushbu yaqin maksimum tepasiga joylashtiramiz. Take profitni esa diapazon juda katta bo'lganligi uchun 1-2 va 1-3 nisbatlarda joylashtirishimiz mumkin. Narxning harakatini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, narx order blokdan reaksiya olib, kuchli pastga harakatni amalga oshirdi. Yana boshqa holatni ko'rib chiqamiz. Yevro va dollar valyutasining 4 soatlik grafikiga e'tibor qaratsak, bizda yirik diapazon hosil qilgan sham va uni likvidlikni olib, diapazon ichida yopilgan shamni ko'rishimiz mumkin. Bu bizga CRT modelini eslatadi va biz kichik time frame'ga o'tamiz. M15 grafikda minor cho'ch hosil bo'lgan va hozirda narx order blok zonasida turibdi. Narxning harakatini kuzatamiz. Narx yana bir bor strukturani buzib o'tdi. Bu bizga ikki tomonlama tasdiq hisoblanadi. Bizda yana yangi order blok shakllandi. Biz unga savdo bitimini joylashtirsak bo'ladi. Risk zona juda ham qulay va kutilayotgan natija ham anchagina yaxshi. Ko'rib turganingizdek, bu holatda ham CRT modeli juda ajoyib ishlab berdi.
Yana bir ikkita holatni ko'rib chiqamiz. Ushbu yevro va dollar valyutasida shakllangan CRT modeliga e'tibor qarating. Diapazon hosil qilgan yirik shamdan so'ng likvidlik darhol olinmagan. Aksincha, bir nechta shamlar shakllangandan so'ng likvidlik olingan va tepaga kuchli harakat sodir bo'lgan. Demak, CRT modeli doim ham 3 ta sham bilan shakllanavermas ekan. Muhimi bu yerda likvidlik olinishi va narxning diapazon ichiga qaytishidir. Oltinning 1 soatlik grafikini ko'rib turibmiz. Narx juda kuchli impuls bilan qulagan va sapr darajaga yetib kelgan. Shuningdek, bizda CRT modeli ham hosil bo'lgan. Narxning yana tepaga ketish ehtimoli juda yuqori. Ko'rib turganingizdek, narx yana bir bor retest bergandan so'ng tepaga kuchli ko'tarilgan. Treyderlar, o'ylaymanki darslik sizga foydali bo'ldi. Endi siz ham CRT modeldan qanday foydalanish kerak ekanligini bilib oldingiz. Bozorda bu model juda ko'plab uchraydi. Faqatgina uning shakllanish vaqtiga va kalit zonalarda shakllanishiga e'tibor qaratish kerak. Bundan-da ko'proq foydali darsliklarni kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.